ateist bo'lib ulg'ayganman. Tibbiyot maktabiga o'qishga kirdim. Muvaffaqiyatli edim, pul topardim, hayotimdan xursand edim har doim. Tug'ma yurak nuqson kasali bilan qizim dunyoga keldi. Tanasining quyi qismi o'layotgan edi, chunki tanasiga kislorod yetib bormasdi. Meni xonadan olib chiqib ketishdi. Keyin to'g'ri shifoxonadagi ibodat xonasiga yo'l oldim. Ey Xudo, agar bor bo'lsang, menga yordam kerak. Agar qizimni qutqarsang, senga ergashaman dedim. Hamma narsani o'rganishga kirishdim. Taoizm, buddizm, hinduizm. Bir kuni akam menga Qur'on ma'nolarining tarjimasini yubordi. Bularni o'qiganimda hamma narsa o'z o'rniga tushdi. Musulmon bo'lganimdan so'ng 14 yillik suyukli turmush o'rtog'im men bilan ajrashdi. Ota-onam ham mendan voz kechdi. Uyimdan yo'qol va boshqa qaytib kelma! Bir kecha tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rdim. U zot nurli chehra bilan qarshimda turardilar. Qo'llari bilan ulkan tog'larni ko'rsatib shunday dedilar: "Tog'larga bor, tog'larga bor." Assalomu alaykum doktor Loren Brown. Kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Juda minnatdormiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Suhbatni doktor Loren Brown kimligidan boshlamoqchiman. Hayotingiz haqida qisqacha aytib bera olasizmi? O'zim haqimda oftalmologman, yozuvchiman va hozirgi kunda Saudiya Arabistonida yashayman va ishlayman. Men aslida kvaker bo'lgan, lekin diniy amal qilmaydigan oilada tug'ilganman. Kvekerlar protestant xristianligining bir mazhabi bo'lib, tinchliksevarligi bilan dunyoga tanilgan. Taxminan 30 yildan ko'proq oldin musulmon bo'lganman. Bu meni Saudiya Arabistoniga olib keldi va o'shandan beri shu davlatda yashayman va ishlayman. E'tiqod borasida hayotingiz qanaqa edi? Nimaga ishonardingiz? Ateist bo'lib ulg'ayganman. Yoshligimda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sganman. Aniqrog'i San-Fransiskoda tug'ilib o'sganman. Akademik litsey, kollej, tibbiyot maktabida o'qiganman. Shifokorlarning malaka oshirish muddatini o'taganman va bu akademik muhitda professorlarning, hamkasblarimning, talabalarning aksariyati ateist edi, hammasi. Va bilasizmi, bu ziyoli qatlamdagilarning e'tiqodi hisoblanardi. Chunki ziyoli odamlar Xudoning borligini aql bilan inkor qilishardi. Shunday qilib bu mening e'tiqodim edi, to ma'nan uyg'onmagunimcha. Bu tajriba haqida aytib bering. Nima sababdan e'tiqodingizga shubha qilib yangi sayohat boshladingiz? Bu haqida aniq aytish biroz qiyin. Uzoq o'qish va malaka oshirish davridan so'ng oliy toifadagi ixtisoslashgan oftalmolog bo'lib ishlab yurardim. Undan tashqari muvaffaqiyatli edim, pul topardim, asosan o'zimga kerakli bo'lgan hamma narsani sotib olardim. Hayotimdan xursand edim va atrofga qaray boshladim va undan ham ko'proq narsa bo'lishi kerak deb his qildim. Ammo menda ro'y bergan voqea shuki, mening tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan qizim bor edi. Bu aslida yurak nuqsoni emas, balki yurakdan chiquvchi asosiy tomir, aortadagi nuqson edi. U aortaning koarktatsiyasi bilan tug'ilgan edi. Shunday qilib tug'ilganda uning tanasi, quyi tanasi to'q ko'k rangda. Men kiygan jarrohlik kiyimlaridan ham to'qroq rangda edi, tushunyapsizmi? Shunday qilib uning tanasi kislorod yetib bormagani uchun xuddi o'layotganga o'xshardi. Va albatta buni ko'rib turgan shifokor sifatida men juda ham qo'rqib ketdim. Hamda yuqorida aytganimdek, men o'sha paytgacha ateist edim. Garchi o'zimda yaratuvchining borligini his qila boshlagan bo'lsam-da, bu tuyg'u u faqat yaratuvchining o'zidan kelishi mumkin. Butun hayotim davomida hamma narsani nazorat qilib kelganman. Hayotimda o'zimni nazoratdan chiqqandek his qiladigan birorta ham vaziyatga duch kelmaganman. Hayotimda birinchi marta hech nima qila olmasligimni his qilishim edi. Hech narsa qila olmasdim. Doimgidek agar menga pul kerak bo'lsa, ko'proq ishlardim. Agar menga kerak bo'lsa, harakat qilardim. Har doim hayotimni nazorat qilardim. O'sha yerda o'zimni hech narsa qila olmaydigan holatda, ojiz va notavon his qilib, shu bolani og'ir ahvolda ko'rib turgan edim. O'sha damda faqat bitta haqiqatni angladim. Bu bolani faqatgina yaratuvchi marhamati ila qutqarishi mumkin. Meni xonadan olib chiqib ketishdi. Shunday qilib, intensiv terapiya bo'limidan chiqdim va yuragimda nimadir paydo bo'ldi. Keyin to'g'ri shifoxonadagi ibodatxonaga yo'l oldim.
Ibodatxonaga kirdim va shunchaki juda oddiy duo qildim. Skeptik duosi haqida hech eshitganmisiz? Skeptikning duosi shunday bo'ladi: Ey Xudo, agar sen mavjud bo'lsang va mening jonim ham mavjud bo'lsa, uni qutqar. Bilasizmi nima? Ko'plab skeptiklar, ko'plab ateistlar mana shunday duo qilishadi. O'sha paytda skeptik duosini bilmasdim, lekin men qilgan duoga juda yaqin edi. Aslini olganda men qilgan duoga Al-Fotiha surasi yanada yaqinroq edi. Bu aslida yaratuvchimni tan olishim edi. Men ey Xudo, agar bor bo'lsang, menga yordam kerak dedim. Men faqat yaratuvchimga to'g'ridan to'g'ri Xudoga murojaat qilib dedim. Agar qizimni qutqarsang va meni o'zingga eng ma'qul, eng suyukli bo'lgan dinga yo'naltirsang, menga emas, balki senga eng yoqadigan dinga va senga butun qalbim bilan ergashaman dedim. Keyin ibodatxonadan chiqib intensiv terapiya bo'limiga yana qaytib keldim. Shifokorlar holatni diqqat bilan tekshirib, aniq qarorga kelishlari uchun taxminan 10-15 daqiqa xoli qoldirdim. Bilasizmi, neonatal intensiv terapiya bo'limiga kirishning o'zi ham alohida bir jarayon. Avvalo yuvinasiz, so'ng xalat, qo'lqop, niqob, bosh kiyim va boshqa zarur kiyimlarni taqasiz. Bularni bajarayotgan vaqtimda oynadan qarab, xonaning uzoq burchagida shifokorlarning qizimning atrofida to'planganini ko'rdim. Ular ko'zlarini ko'tarib menga qarashar va men ularning chehralaridagi ifodadan nimadir o'zgarib qolganini sezdim. Xonaga kirgan vaqtimda va bilasizmi, taxminan 35-36 yil o'tdi. Lekin bu voqeani bo'g'ilmay aytib bera olmayman. Shunday qilib, shifokorlarga yaqinlashganimda yuzlaridagi ifoda jiddiy edi. Pediatrik kardiolog jarroh menga qarab, sokin ohangda shunday dedi: "U tuzalib ketdi." Ularning barchasi bu izohni to'g'ri deb hisoblayotganini angladim. Lekin yuragimda his qilayotgan narsam shuki, ular bir necha daqiqa oldin yaratuvchimga bu bolani qutqarish uchun duo qilganimda men bilan birga emas edi. Va bu haqiqatan ham qalbimga iymon kirgan lahza edi. Keyin qizim Xanna, u butunlay sog'ayib ketdi. Hammasi ortda qoldi. Unga na dori kerak bo'ldi, na jarrohlik, na hatto eng kichik tibbiy aralashuv ham zarur bo'ldi. U butunlay sog'ayib ketdi. Buni mo'jiza deb atashingiz yoki shifokorlarning izohini qabul qilishingiz mumkin, lekin men uchun yaratuvchimga va'da berganimni angladim. Undan so'ragan edim, agar u farzandimni qutqarsa va meni o'ziga eng ma'qul bo'lgan dinga yo'naltirsa, unga ergashishga va'da bergan edim. Davom etish uchun biroz o'zimga kelib olishim kerak. Shundan keyin esa taxminan 4-5 yil davomida men uchun chinakam ruhiy sinov, ichki kurash va og'ir psixologik jarohatlar davri bo'ldi. Chunki Alloh meni o'ziga eng ma'qul bo'lgan dinga yo'naltirsa, ergashishga va'da bergan edim. Lekin uni topa olmadim. Aytmoqchimanki, men hamma narsani o'rganishga kirishdim. Taoizm, buddizm, hinduizm va oxir oqibat albatta g'arbdagi ko'pchilik qiladigan ishni qildim. Injil kitobini oldim-da eski ahdni o'qishga kirishdim. Eski ahdni o'qishni boshlaganimda o'zim kutmagan bir narsaga duch keldim. Eski ahd o'rgatadigan ko'p narsaga ishonaman dedim. Shunday qilib, yaratuvchimizning mohiyati haqida ishonishim mumkin bo'lgan ko'p narsani topdim. Ammo shu bilan birga eski ahd undan keyin keladigan 3 ta payg'ambarni bashorat qildi. Lekin keyin ongimda savol qoldi. Bu 3-payg'ambar qayerda? Injilda uchraydigan Parakletos so'zi haqida ko'p bora so'z yuritiladi. Ko'pchilik Parakletos so'zini Ahmed deb tarjima qilish mumkinligini aytadi. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam ismlaridan biri. Parakletos Injilda atigi 5 marta uchraydi. Injilda bir marta shu joyda va boshqa bir joyda Iso alayhissalom Parakletos deb atalgan. Endi Paraklet kimligini bilamiz. Iso ulardan biri edi va u o'zidan keyin keladigan soni ko'p bo'lgan boshqa bir payg'ambar haqida gapiradi. Endi agar bu payg'ambarlik zanjirining oxirgi payg'ambariga ishora qilmasa, boshqa nima bo'lishini bilmayman. Buni ko'rgan onimda qalbimda izlanadigan oxirgi payg'ambar borligiga bo'lgan ishonch mustahkamlandi. Tushunyapsizmi? Menda har doim bir xil tuyg'u bo'lardi. Har doim Xudo birdir va bu yerda bir bog'liqlik bor deb o'ylardim. Xudoning yagonaligiga ishonish, payg'ambarlik zanjiriga ishonish, vahiy zanjiriga, farishtalarga, qiyomat kuniga ishonish
Allohning hamma narsaga qodirligiga ishonish, hammasini tushundim, lekin keyin bu boshqa narsa. Iso Xudoning o'g'li degan tushunchasi yo'q. Men bunga ishonmayman. Uch birlik uchta bitta, bittada uchta, teng huquqli, bir tabiatli va abadiy. Yo'q, men buni qabul qila olmayman. Ruhoniylardan, pastorlardan, vazirlardan va hokazolardan savollar so'rardim. Ulardan doimo so'rardim. Bularga dalilni qayerdan topasiz? Iso o'zini Xudoning o'g'li deb qayerda aytgan? Menga bir parchani ko'rsatishardi. Men esa yo'q. Injilda Iso o'zini 88 marta inson o'g'li deb ataydi. Injilda u o'zini Xudoning o'g'li deb atagan birorta ham parcha yo'q. Ya'ni nega u haqida boshqalar aytgan gaplarga ergashyapsan? Nega o'zi aytgan gaplarga ergashmaysan? U o'zini inson o'g'li deb atagan-ku. Nega bu majoziy atamani ishlatyapsan? Injilda barcha mu'minlar Xudoning farzandi sifatida tilga olinadi. Nega bu majoziy atamani ishlatyapsan? Nega Iso aytgan so'zlarni aynan ishlatmaysan? Shunday qilib yaratuvchimga faqat shunday derdim. Men izlayapman, lekin topa olmayapman. Keyin esa akam bilan bog'liq bir voqea yuz berdi. U mendan 21 oy katta va alhamdulillah, u musulmon bo'ldi. Men va akam hech qachon yaqin bo'lmaganmiz. Yaqin emas edik, balki uzoq edik. Bilasizmi, musulmon bo'lganimdan beri shuni aytamanki, biz islomda aka-uka bo'lgunimizcha aslida hech qachon haqiqiy aka-uka bo'lmaganmiz. Islomdan keyingina haqiqiy aka-uka bo'ldik. O'sha paytda nega bunday bo'lganini ham bilmasdim, faqat juda g'alati tuyulgandi. Ammo taxminan 1 yil o'tgach, menga Qur'on ma'nosining tarjimasini va siyrat kitobini, ya'ni payg'ambar alayhissalom tarixi haqidagi kitobni yubordi. Aniqrog'i Martin Linksning eng qadimiy manbalarga asoslangan Muhammad biografiyasi edi. Ularni o'qiganimda hammasi joyiga tushdi. Bu go'yo bir nechta bo'lak yetishmayotgan puzzlga o'xshardi. O'sha bo'laklarni topib joyiga qo'ygandek butun manzara to'liq bo'ldi. Hayotimda ilk marta to'liq manzarani ko'rdim. Bu oxirgi payg'ambar edi, bu oxirgi vahiy edi. Va u o'tmishdagi payg'ambarlik zanjiri bilan uyg'un edi. Ya'ni u eski ahdning oxirgi payg'ambarning sifatlari haqidagi bashoratlariga mos kelardi. O'sha onda musulmon bo'ldim. E'tiqod yo'li bu faqat aql bilan boriladigan yo'l emas, balki qalb bilan his qilinadigan, yurakdan chiqadigan yo'l deb o'ylayman. Esda tutish kerakki, Alloh xohlagan kishisini hidoyat qiladi. U qanday hidoyat qiladi? Ya'ni qalb orqali ham, vahiy orqali ham hidoyat qiladi. Ya'ni bu albatta, vahiy bu aql bilan anglab yetiladigan jarayon. Uni chuqur o'rganish, undagi dalillarni tushunib yetish orqali vahiy va dinni tasdiqlaydi. Bizga shu tuyg'uni tasvirlab bera olasizmi? Asosiy tuyg'u bu tinchlik edi menimcha. O'sha vaqtlarni eslaganimda ko'plab odamlar mening ancha tinchlanib, o'zimni erkinroq his qilayotganimni sezganini ko'rib hayron qoldim. Boshqa tuyg'ularni boshdan kechirdim. Lekin bitta narsa esimda, tahorat qilib, subhanalloh, bu qanchalar sokinlashtiruvchi amaliyot ekan deb hayratlangandim. Bu sizni sekinlashishga majbur qiladi va qilayotgan ishingizdan vaqt ajratib yuvinishga undaydi. Bu insonni nimaga bu ishni qilayotganini chuqur o'ylab ko'rishga va namozdan oldin to'liq poklanishga qaratishga undaydi. Butun jarayon esa qalbimizga orom baxshiydi etadi. Islomga kirganingizda atrofdagilar nima dedi? Oilangiz qanday qaradi? Musulmon bo'lganimdan keyin 14 yillik suyukli xotinim men bilan ajrashdi. Shunday qilib men xotinimni yo'qotdim, farzandlarimni ham yo'qotdim. Chunki sud ularni onasiga berdi, chunki men musulmon edim. Sud ularga vasiylikni berdi, ya'ni vasiylikni onasiga berdi. Jarayon aniq ravishda menga qarshi og'ib ketgandi, chunki masalan, hozirda sobiq xotinim bo'lgan ayol ajrim uchun sudga murojaat qilganida sudya ajrashuv jarayonini boshlash hujjatini rasmiylashtirdi. Ammo shu bilan birga menga qarshi taqiq ham qo'ydi. Ya'ni uyga 100 futdan yaqinlasha olmasligimni aytdi. O'z uyimga 100 fut, xotinimga 100 fut, farzandlarimga 100 fut masofa belgilandi. Buni qilishdan oldin sud xotinimdan so'radi. Bu odamdan qo'rqayapsizmi? U esa yo'q dedi. U sizni hech urganmi dedi. U yo'q dedi. U sizni og'zaki haqorat qiladimi dedi. U yana yo'q dedi. Bugungi kunda ham sobiq xotinimdan so'rashingiz mumkin. U bunga guvohlik beradi. Ya'ni keyin esa sudya unda nega ajrashmoqchisiz deb so'radi. U esa faqat birga yashamoqchi emasman xolos, yo'llarimiz boshqa. U musulmon bo'ldi, men esa nasroniyman dedi. Va sudya, bilasizmi, bu taqiqni menga faqat men musulmon bo'lganim uchun qo'ydi.
Ha. Sobiq rafiqam va sudya o'rtasidagi suhbatdan kelib chiqib, menga aytilganlarga asoslangan holda mening xulosam shunday. Natijada bolalarimni hatto ko'ra olmaydigan qiyin davrni boshdan kechirdim. Jarayon qanchalik tahqirli bo'lganini to'liq ko'rsatish uchun aytaman. Sudya shunday qaror chiqardiki, men farzandlarimni ko'rishim uchun majbur bo'lib qo'riqchi yo'llashim kerak edi. Farzandlarimni mendan himoya qilish uchun yonimda qo'riqchi bo'lishi kerak edi. To'g'ri eshitdingiz, qo'riqchi. O'sha vaziyatda otalikni chidab bo'lmas darajada tahqirlashardi. Vaholanki na og'zaki haqorat bor edi, na jismoniy zo'ravonlik. Hech qanday qo'rqituvchi xatti-harakat bo'lmagan. Xotinim esa shunchaki bunga rozi bo'ldi. Sababini undan so'rashingiz mumkin, lekin jarayonning tahqirli bo'lgani aniq. Xullas, yana nimani yo'qotdim? Ha, demak, yo'qotganlarim uy, xotin, bolalar, mashina, mulklar. Bilasizmi, uyning o'zida ham menda $250 million san'at asarlari bor edi. Faqat devordagi asarlar, barchasini yo'qotdim. Ajrashishdan so'ng faqatgina o'zimning yo'l tanlamas avtomobilim va $5000 pulim qoldi, xolos. Bundan tashqari, ko'p do'stlarimni ham yo'qotdim. Otam va onam mendan voz kechishdi. Ular menga xat yozishdi. Uyga kelma, bizga qo'ng'iroq qilma, umuman yozma. Sen bilan aloqani uzamiz. Vasiyatdan ham chiqarildingiz va hokazo gaplar. Va shu bilan tamom. Ammo bu hikoyaning yaxshi tomoni shundaki, ko'p yillar o'tgach biz yana muloqot qila oldik. Yoshlar ulg'aygan sari munosabatlarimiz shunchalik yaxshilangan ediki, hatto ikkalasi ham vafot etishdan oldin mustaqil ravishda shahodat kalimasini keltirishdi. Bundan juda ham xursand bo'lgandim. Hozirda ikkalasi ham vafot etgan. Har biri alohida shahodat keltirdi va umid qilamanki, Alloh buni qabul qiladi. Hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahri Madinada yashar ekansiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning xulq atvoridagi eng hayratlanarli jihat nima? Menimcha, bu uning xarakterining kuchiga va risolatining haqiqatiga asosiy guvohliklardan biridir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boylik yoki ayollarga, hokimiyatga yoki podshohlikka intilgan deb aytuvchi insonlar bunga javob topa olmaydi, chunki agar u islomda voz kechishga tayyor bo'lganida, Quraysh qabilasi uni oralaridagi eng boy inson qilishni, islomning cheklovlarisiz xohlagancha xotin olishi mumkinligi holda shohi etib tayinlashni taklif qilishgan edi. U dunyodagi eng go'zal ayollardan iborat eng katta haramga ega bo'lishi mumkin edi va hokazo. U xohlagan hamma narsaga ega bo'lardi, agar u da'vatni to'xtatganida, davom ettirganida emas. Oldinda kutayotgan yo'l azob, uqubat va qiyinchilik yo'li edi, lekin u o'zini shu yo'lga bag'ishlagandi. Demak, bu vahiy haqiqatiga va Parvardigoriga xizmat qilishga sodiq bir insonning ibratidir. Menimcha, bu favqulodda ta'ssurotli. Bu biror odam hech qachon erisha olmaydigan daraja. Payg'ambarimiz alayhissalomni hech tushda ko'rganmisiz? Ancha qiyin ahvolga soldingiz, to'g'risi. Ha, ko'rganman, alhamdulillah. Bir kecha tushimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida bo'ldim. Uning huzurida edim va xuddi Amerika kovboy filmlarida bo'lganidek eski shaharchalardan birida edik. Shunda menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tog'larni ko'rsatib, tog'larga boringlar dedilar. Tog'larga qaradim va bu menga g'alati tuyuldi. Bunday tog'larni hech qachon ko'rmaganman. U zot tog'liklar oldiga bor, u yerda kurash bor dedilar. Hammamiz bilamiz, kurash albatta jang degani emas, balki tortishuv yoki shaxsiy kurashni ham anglatadi. Men, xo'p, lekin bizning davrimiz sizning davringizdek emas. Agar menga biror narsa bo'ladigan bo'lsa, xotinim va bolamni hech kim boqmaydi dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men xotining va bolangni boqaman." Xuddi kino sahnasi almashgandek bo'ldi. Birdan yonimizdagi yog'och binoning ichida edik. Xuddi odatiy do'konga o'xshardi. Peshtaxtada katta-katta turli xil shisha idishlar, ichida esa konfetlar bor edi. Ha, u zot shunday katta idishlardan birini oldi-da, u dumaloq konfetlarga to'la edi. O'sha olgan idishini o'ng qo'limga qo'ydilar. Shundan keyin esa yana bir katta shisha idishni oldilar. Ichida dumaloq saqqichlar bor edi. Uni boshqa qo'limga qo'yib dedilar: "Bularni tog'lik xalq olib bor." Tush shunday edi. Bu 1999-yilda bo'lgandi. Shundan so'ng Madinaga kelishga qaror qildim.
Saudiyada menga ish taklifi berildi. Qaror qabul qilib Saudiya Arabistoniga 2 yillik shartnoma bilan keldim va albatta hammasi joyida edi. Mana 26 yil o'tdi. Hozir ham Madinadamiz, alhamdulillah. Lekin tushum haqida bir narsani aytaman. Kunlardan bir kuni uyim balkonida turib, Uhud tog'iga qaradim. Uni oldin ham ko'p marta ko'rganman, ammo o'sha paytda kun vaqti, quyoshning joylashuvi, tog'ga tushgan nur, hammasi mukammal edi va men birinchi marta angladim. Subhanalloh, bu mening tushimda ko'rgan tog'im edi. Ya'ni bu o'sha tog'lik xalq Madina ahli edi. Shunday qilib, tushum o'ngidan kelganini angladim. Bu voqea shu bilan tugamadi, chunki men bu hududga bog'lanib qolganman. Aytganimdek, qizim hozir 27 yoshda. U kollejga boradigan vaqt kelganida men ishimdan ketishga ham tayyor edim. Qizim g'arb ta'limini olish uchun butun oilam bilan g'arbga qaytmoqchi edim. Shundan keyin ayolim o'rnim shu yerdaligini bildirgan tushimni eslatdi. Shu sababli u qizim bilan birga Amerikaga ketdi. Hozir xotinim falastinlik. U qizimga qarash uchun Amerikaga ketayotgan edi. Ammo haqiqat shuki, ikkalasi ham Amerikaning turmush tarziga o'rganishi, yo'l topishni, jamiyatning ichki tartiblarini o'rganishi kerak edi. Qizim universitetga borganda esa xotinim unga yordam berib, qo'llab-quvvatlashi, moslashishiga ko'maklashishi uchun kelgandi. Bir kuni u Amerikada bo'lgan paytida eng qiyin bo'lgan narsalardan biri har kuni qizim bilan universitetga Uberda borishi va yana Uberda qaytishi edi. Kun oxirida ham Uber olib borar, keyin yana qaytardi. Xotinimni doimo xavotirga solgan narsalardan biri ham ana shu Uberlar edi. Chunki tanimagan bir erkak haydovchi bilan mashinada yolg'iz qolish kerak edi. Bir kuni u tush ko'ribdi. Tushida Uber mashinasiga chiqish uchun unga yaqinlashib borayotgan manzarasini ko'ribdi. Shundan keyin haydovchi tushib, unga eshikni ochib beribdi. O'sha haydovchi kechirasiz. O'sha eshikni ochgan haydovchi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ekan. Keyinroq yoki darholmi eslolmayman. Xotinim menga qo'ng'iroq qilib, hayratlanarli ohangda shunday dedi: "Orzu qilganing amalga oshdi. Nimani nazarda tutyapsan?" dedim. U dedi: "Rasululloh sollallohu alayhi va sallam menga va qizingga sen yo'qligingda g'amxo'rlik qilishni va'da qilgandi." Ana shu tush unga kuch berdi. Qo'rquvlarini yengdi va yo'lida yana davom etdi. Alhamdulillah. Naqadar go'zal voqea. Ikki tushning ushalishi, ajablanarlisi yana boshqa bir tushda sodir bo'ldi. Yana bitta savol bersam bo'ladimi? Men ham shifokorman, ammo umumiy amaliyotchiman. Sohangizda inson tanasidagi eng hayratlanarli narsa nima? Bu Allohning ajoyib mo'jizasi deydigan darajada lol qoldirgan narsa nima? Ayniqsa, inson ko'zi haqida nima sizni maftun etdi? Musulmon bo'lishimdan avval meni ruhiy izlanishlarimga turtki bo'lgan narsa o'limga yaqin tajribani boshdan kechirgan odamlar bilan uchrashuv edi. O'limga yaqin holatdagi odam o'z tanasidan chiqib, xuddi o'ziga tepadan qarab turgandek bo'ladi. Yuqoriga ko'tarilib, butun manzarani kuzatish, odamlarning nima deyotganini aniq eshitish va nima qilayotganini ko'rish kabi o'ta oydin hislarga ega bo'ladi. Hatto uzoqda bo'lgan odamlarning gaplarini ham eshita oladi. Masalan, bir ayol, u piyoda edi, mashina urib yubordi. Zarba shunchalik kuchli ediki, ko'kragi yorilib, yuragi va o'pkasi ko'rinib qoldi. Paramediklar voqea joyida uni o'lik deb e'lon qilishdi, ammo u tirik qolgan. U o'zini bulutlar balandligiga ko'tarilganini his qildi, lekin baribir hamma narsani aniq ko'rib, uning tanasiga nisbatan aytilayotganlarni eshitdi va qilinayotganlarni ko'rdi. Shundan keyin esa hatto bir necha ko'chalar narida turgan odamlarning gapirgan gaplarini ham eshita olgan. Ha, xuddi shunday. Shifokor sifatida men buni izohlashga ojiz edim, ammo qiziqib qoldim. O'sha paytlarda Londonda 2000 dan ortiq o'limga yaqin holatni boshdan kechirgan insonlar haqidagi ma'lumotlar to'plangan maxsus birlashma faoliyat yuritardi. Shu narsa meni ruhiy izlanishga boshladi. Inson tanasida faqat moddiy emas, yana boshqa bir dunyo, narsalar bor edi. Bu esa ruh edi. Ba'zi odamlar buni tan oladi, boshqalari esa yo'q. Hech qachon. Ammo shunday bo'lsa-da, savolingizga javob qilib shuni ayta olamanki, bizning ichimizdagi eng mo'jizaviy go'zal narsa bu takrorlanmas ruhimizdir. Yana shuni aytishim mumkinki, hayot
Bu shunchaki bizdagi go'zallik, ya'ni tirik ekanligimiz haqidagi javob emas, balki bu ayni damda ateizmga qarshi kuchli raddiya hamdir. Ateizm tushunchasi katta portlash va tabiiy tanlanish asosidagi evolyutsiya nazariyalari orqali qanday paydo bo'lganimizga qisman izoh berishga harakat qiladi. Ammo bu izoh to'liq emas, chunki uning o'zida ham javobsiz qolgan savollar juda ham ko'p. Lekin ular javob bera olmaydigan yagona narsa hayotning qayerdan kelganidir. To'g'rimi? Qisqa qilib aytganda, agar siz bu tushunchaga ishonsangiz, hammasiga, ya'ni evolyutsiya qilgan o'sha ibtidoiy hujayra yoki organizmning tirilishiga nima sabab bo'ldi? Nima? Uni nima tiriltirdi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Alloh bizni hayot bilan sinaydi. Bilasizmi nima? U kofirga shunday deydi: o'lik tanani ol, uni qayta tiriltir, ruhni unga qaytadan joylashtir, ruhini qaytarib uni tiriltir. Insoniyat urinib ko'rdi. Frankenstein uslubini sinashga harakat qilishdi. O'lik hayvonlarni olib ularning qismlarini bir-biriga qo'shib ko'rishdi, ammo ularni tiriltira olishmadi. Yo'q. Eshitishimcha, Rossiyada ham xuddi shunday tajribani insonlar ustida o'tkazishga harakat qilishgan. Bu rostmi, yolg'onmi bilmayman. Uni tiriltira olmaysiz. Shunday ekan, hayotni qayerdan olasiz?